Assalomu alaykum, Leo YouTube obunachilari. Biz siz bilan bugun Midline'dagi eng kuchli giroylardan biri bo'lgan Fasha giroyi haqida tanishib o'tamiz. To'liq ismi Qarg'a qabilasining malikasi Farsa. Xitoycha ismi Fasha. O'yindagi nomi Fasha. Tug'ilgan kuni 14-noyabr. Burji Chayon. Kelib chiqishi Askati o'rmoni. Jinsi ayol. Irqi inson, millati qarg'a xalqi. Quroli sehrli tayoq. Qobiliyati tumanga aylanib, Verri bilan tez harakatlanish. Aloqalari Osana ajdodi, Verri turmush o'rtog'i, Alisa dushmani. Verri haqida: jinsi erkak, irqi inson, tegishliligi qarg'a qabilasi, qobiliyati qarg'aga aylana oladi. Aloqalari Farsa rafiqasi, Alisa dushmani, Askati o'rmonining qarg'a malikasi. Farsa Askati o'rmonidagi qarg'a qabilasining malikasi bo'lib, u tug'ilganda qonida g'ayrioddiy mutatsiya mavjud edi. Agar bu qon uyg'onsa, unga ulkan kuch berardi. Alisa Askati o'rmoniga bostirib kirganda, Farsaning qoni uyg'ondi. U Alisani haydab chiqardi, ammo buning evaziga ko'r bo'lib qoldi. Shundan keyin uning sevgilisi Verri o'zini qarg'aga aylantirib, Farsaning ko'zi bo'lishga qaror qildi. Askati o'rmonidagi qarg'a xalqi tong yurti, ya'ni Land of Dawn dagi eng qadimiy irqlardan biri. Ularni qarg'a qiroli Osona birlashtirgan va ular osmon sehrgarlarini mukammallashtirgan. Bu sehr orqali qushga aylanish, osmonda uchish, uzoq masofadan hujum qilish mumkin. Lekin bu kuchdan faqat qoni uyg'ongan odamlar foydalana oladi. Farsa noodatiy qon bilan tug'ilgan edi, ammo qabilasi uning kuchini uyg'ota olmadi. Aksincha, bu qon muammoga aylandi. Yovuz odamlar undan foydalanmoqchi bo'ldi. To'y kuni dahshatli sehrgar Alisa Askati o'rmoniga hujum qildi. Ko'plab qarg'alar o'ldirildi. Hamma joy vayrona bo'ldi. Bu fojiadan larzaga kelgan Farsa Osananing tojini tushirib yubordi. Shu payt uning qoni uyg'ondi. Ko'zlari xiralashdi, sochining bir tomoni oqardi. Kuchli sehr paydo bo'ldi. U osmonga ko'tarilib, Alisaga dahshatli hujum qildi va uni quvib yubordi. Ammo buning evaziga Farsa umrbodga ko'r bo'lib qoldi. Verri seviklisini yolg'iz qoldirmaslik uchun u o'z sehridan foydalanib, Farsa bilan doimiy bog'lanib oldi va unga o'z ko'zlari orqali ko'rishga yordam bera boshladi. Farsa kuchi uyg'onmaganini xohlardi, uyining vayron bo'lmasligini xohlardi. Ammo Alisa undan hamma narsani tortib oldi. Endi esa qasos vaqti kelgan edi. Fasha bularning yuz berishini butkul xohlamagan edi. Kuchi uyg'onmasligini xohlardi, uyining vayron bo'lmasligini xohlardi. Ammo Alisa undan hamma narsasini tortib oldi. Endi esa qasos vaqti kelgan edi.